Uyda yolg'iz filmiga kimlar ovoz bergan? Siz obuna bo'lib qo'ying. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Rojdestvo bilan bolakay uydaligini bilamiz. Shuncha pula, ana endi soqqaga cho'milamiz. Kevin! $967 boshini yebsan-ku tirrancha! Ko'nglim nimagadir g'ash. Voy o'lay Kevin! Kevin! Ne, bor yo'g'i 8 daman. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Nahotki yolg'iz kelolsam. Pizzaga $122. Hamma yoqni rasvo qilding-ku, ofsar. Kevin, sen xavotirlanma. Oyim jamadonini yig'ib beradilar. Lezza kompetent. Shuloqli pizza deysanmi? Senikini kimdir paqqos tushirgan shekilli. Afv etket, faqat avtomatlar javob beryapti. Ilgari bu yerga ko'chib kelishdan oldin o'g'lim bilan urushib qolganman. Hoy bola. Hoy, cho'tkan pulni bermading-ku. Hoy bola. Hoy bola. Ha, demak mehmonsiz. Marhamat, sizdan $122 50 sent. Rossiyani borib ana u bola haqida qo'lingdan kelgan hamma narsani bilib kel. Dadangiz kelganlarida bu yerga tushib imzo chekib ketishlarini aytishni unutmang. Bu luks xonalarimizdan biri, sir. Kalitni sumkaga solib qo'yaymi? Yaxshi odob bilan yomonlikni yuvib tashlasa bo'ladi. Men o'zimni kaptarlarimga o'xshayman. sen juda ham rahmdil bola ekansan. Bayraming muborak bo'lsin. Bu g'aroyib esda qolarli voqea bo'ladi. Kelayotgan yangi yil bilan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rejissyor Matyoqub Orziyev.